Kala sarpa yoga turlari va kombinatsiyalar. Salom do'stlar. Sizlar Kala sarpa yogasi haqida eshitganingiz yoki aynan bu yoga haqida turli qo'rqishlar o'qigan bo'lishingiz mumkin. Amalda uning ko'plab odamlarning kombinatsiyalarida, natal kartalarining goroskoplarida mavjud bo'ladi va u xavfli yoki o'limli emas. Biroq albatta qiyinchilik tug'diradi va og'ir sinovlarni keltirishi mumkin va tabiiydir. Chunki uning vazifasi ham shundan iborat. Kala sarpa deb atalmish narsa aylana holatida yotib olgan ilon ma'nosini beradi. Odamning goroskopida Rahu va Ketu o'qlaridagi nuqtai nazardan paydo bo'ladi va ulardan qay biriga bosh bo'lishiga qarab, ya'ni Rahu va Ketu qayerda bo'lishidan kelib chiqib, bu yoga nomi ikki turga bo'linadi. Biri Kala sarpa yoga va yana biri bu Kala amrita yoga deyiladi. 12 ta kombinatsiya mavjuddir. Rahu va Ketu inson xaritasidagi uylar bo'yicha joylashuv mavjudligi va joylashuviga qarab, albatta bu ajdarho va 12 nomga ega yoki kalpasarpaning 12 nomiga ega bo'ladi. Keling ular qanday nomlanadi va insonga qanday ta'sir qilishi haqida aytib o'taman. Ananta Kala sarpa yoga insonning xaritasi, ya'ni natal goroskopidagi joylashuvlardan biri ko'rinishi bu. Rahu 1-uyda va Ketu 7-uyda joylashgan bo'lsa, u holda hamma planetalar Rahu va Ketu o'qlarining bir yonidan joylashganligini ko'ramiz. Ananta yoga, Ananta sheshi bu olamda dam olgan ilon kabi. Bu yoga turli aralash natijalarni beradi. Bu yogaga ega bo'lgan inson siyosatchi, jurnalist, yozuvchi, faylasuf bo'lib muvaffaqiyatga erishadi va taniqli nom va shon shuhratga erishishi mumkin. Ammo nikoh masalasi hayotida baxt keltirmasligi mumkindir. Takshak Kala sarpa yogasi. Rahu 7-uyda va Ketu 1-uyda. Hamma planetalar Rahu va Ketu o'qlarining bir yon tomondan. Takshak yogasiga ega bo'lgan inson kesadi yoki bo'ladi degan ma'noni anglatadi. Vishaka karmaning nomi yuqori kuch quruvchi yoki haykaltaroshdir. U shunaqa yuqori kuchning ta'sirida. Bu kombinatsiyaning natijalari oldingi yoga, ya'ni Ananta Kala sarpa yoga natijalariga juda o'xshashdir. Ya'ni bundan avval aytib o'tganimga. Kantu Kala sarpa yogasi. Rahu 8-uyda va Ketu 2-uyda. Hamma planetalar Rahu va Ketu o'qlarining bir yonidan joylashgan. Inson bunday kombinatsiya yogasiga ega bo'lgan inson ilm fanda yetakchi bo'lishi yoki ezoterik mutaxassis bo'lish ehtimoli yuqoridir. Lekin kelib chiqishi yomon yoki tabiati zaif bo'ladi. Ya'ni tabiatdan zaif inson bo'ladi. Kulli Kala sarpa yoga. Rahu 2-uyda va Ketu 8-uyda joylashgan bo'lsa, hamma planetalar Rahu va Ketu yo'lidagi joylashuvida turadi. Qulik jigar rangli 8 boshli ilon boshida yarim oy ramzi bor bo'ladi. Bu yoganing natijalari Kantu Kala sarpa yogaga o'xshash bo'ladi bundan oldingi o'qiganimga. Mahapadma Kala sarpa yogasi. Rahu 6-uyda va Ketu 12-uyda. Barcha planetalar bir yoqda jamlashganligini ko'ramiz. Inson jyotishchi, ya'ni sirli bilimlar yoki advokat bo'ladi. Ammo o'limi xavfli yoki davolash imkon bo'lmagan og'ir kasallikka duchor bo'ladi. Shesha Nana Kala sarpa yogasi. Rahu 12-uyda va Ketu 6-uyda joylashgan bo'lsa, barcha planetalarning yana o'sha bir yonda joylashganini ko'ramiz. Bu yerda ham inson o'sha sirli bilimlar, ya'ni jyotishchi bo'ladi yoki advokat bo'ladi. Ya'ni o'sha huquqlarni himoya qiluvchi bir boshqa kasb egasi ham bo'lishi mumkin. Ammo xavfi katta kasalligi bo'ladi. Biroz bu ham bundan oldingi o'qigan Kala sarpa yogaga, ya'ni Mahapadma Kala sarpa yogasiga o'xshashdir. Biroz yengilroq holati. Padma Kala sarpa yoga. Padma lotus degani ilon lotus. Rahu 5-uyda va Ketu 11-uyda joylashgan bo'lsa, hamma planetalar Rahu va Ketu o'qlarining bir yonida joylashadi. Ushbu kishi, ya'ni bunaqa yogaga ega bo'lgan inson xaritasida farzandli bo'lishi, ba'zi muammolarni yengib o'tadigan holatlar bo'ladi va aynan o'sha qiyinchiliklarni yengib o'tganidan so'ng farzandli bo'la oladi. Ya'ni bu yo'lida to'siqlar juda ko'p bo'ladi. Ammo aksiyalarda yoki lotereyalarda yoki yana qandaydir boshqa bir noyob yutuqlar bo'ladigan yo'llarda juda ham daromadli bo'ladi. San'at sohasida mashhurlikka ham erishishi mumkin bo'ladi. Vishakta Kala sarpa yogasi. Rahu 11-uyda va Ketu 5-uyda. Hamma planetalar Rahu Ketu o'qlarining bir yonida joylashgan holati. Padma Kala sarpa yoga bilan deyarli bir xil natijalar bera boshlaydi bu yoga ham. Patak Kala sarpa yogasi. Rahu 10-uyda va Ketu 4-uyda. Hamma planetalar Rahu va Ketu yo'lida joylashganida. Bu kombinatsiya egasiga, ya'ni shunday kombinatsiyaga ega bo'lgan insonga o'z diyoridan uzoqda joylashgan joylarda omad keltiradi. Lekin ishida qiyinchiliklar va odatda bu inson ham jismoniy zaif inson bo'ladi.
Chang Phat Kala Sarpa yogasi Rahu 4-uyda va Ketu 10-uyda. Hamma planetalar Rahu Ketu o'qlarining bir yonida joylashgan holatda. Patak Kala Sarpa yoga natijasiga o'xshashdir. Shankachut Kala Sarpa yogasi Rahu 9-uyda va Ketu 3-uyda joylashgan bo'lsa, hamma planetalar yana shu Rahu va Ketu o'qlarining bir yonidan joylashgan holatida. Inson dunyo bo'ylab sayohat qiladi, chet elga ko'chishi yoki chet elda ishlash ehtimoli yuqori bo'ladi. U umr yo'lida lider va jangchi inson bo'ladi. Asarlar yozadi yoki faoliyat sohasida yangi kashfiyotlar qiladi. Bu kombinatsiya insonlarda aqliy muammolarni keltirib chiqaradi. Va bunday insonlar asosan otasining o'limidan keyin omadli bo'lishadi, ya'ni ularga omad otasining vafotidan so'ng keladi. Vasuki Kala Sarpa yoga Rahu 3-uyda va Ketu 9-uyda bo'lib, barcha planetalar Rahu va Ketu o'qlarining bir tomonida joylashgan, barcha planetalar 3 dan 9 gacha bo'lgan uylarda, ya'ni mana shunday joylashuvda bo'lsa, ushbu kombinatsiya insonga jasorat va qat'iyat, boylik, dunyo bo'ylab sayohat qilish imkoniyati, yuqori lavozimga ega bo'lishi va unvon olish imkoniyatini beradi. Ammo sog'lig'i zaif bo'ladi bu insonni ham. Ushbu yogalarning natijalari Rahu 10-uyda va Ketu 4-uyda bo'lishidagidek bir xil holat teng natija beradi. Ammo bu faqat Kala Sarpa yoga talqinlariga tegishli. Biz odatdagidek goroskopdagi Rahu va Ketu joylashuvini talqin qilishda bu usulni qo'llash kerak emas. Ya'ni aniq aytish mumkinki, Kala Sarpa yoga joylashuvining bunday ta'riflari sizning goroskopingizning aniq talqini emas. Ular hayotingizda juda oz ifoda topishi mumkin, chunki inson hayoti va karmasining to'liq tafsiri goroskopining o'zida bo'lib, ko'plab planetalar kombinatsiyalarini hisobga olgan holda ishlab chiqiladi. Balki boshqa sayyora biroz sizga yordamga va qutqaruvga keladigan holatlari chiqishi mumkin. Bu mavzu juda ham qiziq mavzu. Buni yaxshilab tushunib olgan inson va umuman o'z xaritasini ko'ra olgan, bila olgan, o'qiy olgan yoki tushuna olgan inson o'z hayotini yanada yaxshi va to'g'ri boshqara olishga imkon topa oladi. Balki sizda Kala Sarpa yoga mavjuddir. Do'stlar, sizga joy tushdagi yogalar mavzusi qiziq bo'lsa, albatta bu haqda xabar bering. Siz o'z goroskopingizni to'liq bilasizmi, yo'qmi? Bilmasangiz albatta uni aniqlashtiring va lozim tomonlari bo'lsa, albatta o'z sayyora va yulduzlaringizni muvozanatga olib kelishga intiling. Ya'ni insonning qo'lida inson harakat qilsa, albatta ushbu noqulaychiliklarni, ushbu kelayotgan og'ir sinovlarni albatta o'zi nazoratiga olib yengillashtira oladi. Yaxshi hayot hammamizga davomiy bo'lsin azizlar.